Men Vahobov Murodali Jalilovich, Respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikum direktoriman. Mening har bir kunim ertalabdan aniq reja va mas'uliyat bilan boshlanadi. Ertalab ishga kelishim bilan avvalo texnikum tashqi va ichki hududini aylanib chiqaman. So'ng oshxona va yotoqxonani ham nazorat qilib, ularning yashash sharoitlarini tekshiraman. Chunki bizning texnikumda o'quvchilar yotoqxonada yashab ta'lim olishadi va ularning qulay hamda xavfsiz sharoitda yashashi biz uchun juda muhim. Shundan keyin rahbar xodimlar va o'qituvchilar bilan uchrashib, ularga kunlik vazifalar va muhim topshiriqlar beraman. Har kuni darslardan so'ng o'quvchilar uchun turli to'garaklar tashkil etilgan. Bu to'garaklar ularning qiziqishlarini rivojlantirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi. Texnikumimizda tadbirkorlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, buyurtmalar asosida o'quvchilarimiz turli xil mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Bu ishlar ularning amaliy tajribasini oshiradi. Direktor sifatida mening eng katta maqsadim imkoniyati cheklangan o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, ularni kasb egasi qilib yetishtirish hamda hayotda o'z yo'llarini topishga ko'maklashishdir. Mening har bir kunim ushbu ezgu maqsadga xizmat qiladi.